Dunyodagi eng sirli orolni siz cho'qim bilmaysiz. Bu orol atrofidagi 2000 kilometr ichida boshqa hech qanday orol yo'q. Uning ustiga orolda yana 800 dan ortiq g'oyat zo'r tosh odam haykali bor. Undaqda bu orol zodi qaysi orol? Bu dal Pasxa oroli. Undaqda bu orolning sirli yeri qayerda? Yurak berib meni qetib davomini anglang. 1722-yili 4-oyning 5-kuni Gollandiyalik ekspeditsiyachi Roggevin Janubiy Tinch okeaniga joylashgan bu kichik orolni tunji qitim bayqagan. Bu orolning shakli 3 bo'longa o'xshab ketgan bo'lib, umumiy ko'lami taxminan 163 kvadrat kilometr. Bu orolning asli ismi Pasxa emas. Faqat bu orolni topganda Pasxa bayramiga to'g'ri kelib qolg'achqa Pasxa deb atilib qolgan. Ayni chaqda ular kemaga o'tirib yaqinlashganda intayin g'alati bir ko'rinishni ko'rgan. Ya'ni butkul orolning dengiz qirg'i va tog' bag'rida qator g'oyat zo'r g'alati narsalarning turganligini bayqagan. Kema qirg'oqqa yaqinlashgan chaqda ular bu narsalarning tosh haykal ekanligini, har bir tosh haykalning egizligining 8 metrdan oshadiganligini, uning ustiga ba'zi tosh haykallarning hatto ko'z qarchig'i borligini bayqagan. Bu yana mayli, lekin odamning aqli yetmaydigan yeri shuki, har bir tosh haykalning orqa tarafiga o'zgacha sirli naqshlar o'yilgan. Yana kelib hammasining ko'zlari orol ichiga tikilgan. Undaqda bu qadimiy tosh o'yma haykallar zodi qaysi madaniyatga vakillik qiladi? Uni yasashdagi maqsad zodi nima? Yazma materiallarda xotirlanmagachga orolning dastlabki tarixini isbotlag'ili bo'lmagan. Lekin olimlar radioaktivlik elib borgan tajriba natijasiga asosan taxminan milodiy 800-yili bu yerda insonlar paydo bo'lgan deb faraz qilgan. Ayni chaqda yurtdagi urush ma'lumotchiligidan o'zini qochirish uchun bir qism bolonoziyaliklar Tinch okeandagi ekspeditsiya yo'lini boshlab, bu orolni bayqagan hamda dunyodan ayrilgan turmushga qadam qo'ygan. Nopsning uzluksiz ko'payishiga ergishib, qabila boshlig'ining avlodlari nurg'un jamoat va qabilalarga ayrilgan. Ular o'zining har qaysi jihatdagi amaliy kuchini ko'rsatish uchun bu g'oyat zo'r tosh haykallarni to'xtamay yasagan. Biroq 1650-yili bu haykallarni yasash tuyuqsiz to'xtab qolgan. Ayni chaqda buning nima sababdan bo'lganligini olimlar zodil tushunolmagan. Keyin cho'nqur qatlamdagi avrishkilarni tekshirish orqali kishilar oxiri haqiqiy sababni topgan. Taxminan milodiy 1000-yili ochliq ziroatlarga ekinzorlik barpo qilish, shuning bilan bir vaqtda bo'sh yerga tosh haykal turg'izish uchun ular ko'plab o'rmon kesishga boshlagan. Uningga qo'shilib oroldagi chashqonlarning kushandisi bo'lmag'achqa bu yerda chashqon haddidan ziyod ko'payib ketgan. Shuning bilan chashqonlar palma daraxining yiltizini yeyishga boshlab 1500-yildan keyin barliq palma daraxti butunlay qurib ketgan. Uningdan boshqa oroldagi har xil boylikning kamchil bo'lishi, ilgirki murakkab ijtimoiy qurilmaning yemirilishiga ergishib, har qaysi qabilalar orasida urush portlab bitmagan nurg'un tosh haykallar tosh qazish maydoni va tog' bag'riga tashlab etilgan. Olimlar bu tosh haykallarni qo'lab chiqqandan keyin ularning mukammal gavdasi borligini, faqat badanning tuvanki qismining yer ostiga cho'nqur ko'milib qolganligini bayqagan. Undaqda egizligi 8 metrdan, eg'irligi 100 tonnadan oshadigan shuncha ko'p tosh haykallar necha ming yil ilgari qanday to'shilgan? Amaliyotda buningga ishonchlik farazlari bor. Masalan, haykal ostiga yog'och qo'yish orqali yo'tkash, arg'amcha orqali tortish qatorliqlar. Lekin hozir qadar nopuzli hukm texi yo'q. Olimlar bu tosh haykallarni tafsiliy tadqiq qilish orqali atrofida g'alati naqshlar o'yilgan yog'och taxtaylarni bayqagan. Ular bu taxtaylardagi murakkab naqshlarni ayni chog'dagi murosim uchun bo'lishi, hatto ma'lum cho'nqur qatlamli ma'noga ega bo'lishi mumkin deb qaragan. Odamning aqli yetmaydigani shuki, bunda sirli ham kuchli madaniyat nima uchun keyin tunsiz yo'qolib ketadi? Hozirgi zamon olimlarining tekshirib tahlil qilishicha, 1722-yili bu orol bayqalgandan keyin nurg'un chet el tajovuzchilari bu orolga yopirilib kelgan hamda shu joydagi ommani qul qilgan. Hatto chechak virusini orolga ilib kelib, eng oxirida bu oroldagi asli nopusning yo'qolishini keltirib chiqargan. Gerçi oroldagi sirliq tosh haykallarning siri tex to'liq yechilmagan bo'lsa-mu, lekin ular faqat bir maydon rahimsiz dunyo tarixining kichiklatilgan kartinasi xolos.